قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist Xitayning dunyoviy hukmron bo'lish istikining ish yuzi. 3-bob Xitay urushlari. Davomi. Her va George W. Bush davridagi Oqsaroy davlat bexatarligi komitetining Osiyo ishlari mutaxassisi Dennis Wilderga o'xshash boshqa tahlilchilarning Xitoyparast ko'z qarashlari Xitoyning ichki qismida haqiqatan ixtilof mavjud. Shundaqla Xitoyda siyosiy islohot qo'zg'ash uchun buningdan foydalanish kerak deydigan boshqa bir turkum Xitoy ishlari mutaxassislari tarafidan tanqidlanib kelgan edi. Xitoy rahbarlik qatlamidagi davlatni muqimsizlashtiruvchi huquq ko'rishining xatiri haqida izchil ogohlantirish berib kelgan Xitoy mutaxassislarining biri Davlat mudofaa ministrligining sobiq siyosat belgilguvchisi, ya'ni ژورنىلىنىڭ dastlabki 7 soniga ulab besilgan 100 yillik marafon degan kitobning avtori Michael Pillsbury'dir. Pillsbury o'zining 2000-yili nashrdan chiqqan Xitoyning kelgusi bexatarlik muhiti haqidagi munozirasi degan kitobida Xitoydagi har qaysi guruhlar oshkora so'rinlarda kamdan kam ixtilof qilishidi. Lekin bu guruhlarning ixtilofi asosligi an'anaviy kommunistlar bilan islohchi kommunistlar orasidagi talash-tortishlarda o'z ifodasini topadi. Masalan, Xitoydagi qattiq qo'llar Amerikani saqlanib qolg'ili bo'lmaydigan chekinish yo'lida ketyotidi deb qaraydi. Xitoy islohchilar bo'lsa, Amerika mo'ljarligi bo'lmaydigan kelajakda yanada birdan-bir darajadan tashqari kuchlik o'rnini saqlab qoladi deb qaraydi degan edi. 2000-yili Chet el ishlar jurnalida e'lon qilingan Birlashgan Uy mavzuliq maqolasida uy ko'z qarashini izohlab, Beijingning Washingtonga tutgan maydonini Xitoy rahbarlik qatlamidagi guruhlarning bas munozirasining mahsuli deyish kishilarni ozdirganlik, hatto to'lim xatarlikdir degan edi. Xitoy rahbarlik qatlamida g'arbga moyil islohchilarni yetishtirishga urinish behuda ovorchilikdan boshqa narsa emas. Chunki mo'lchirimcha barliq Xitoy rahbarlari ham Deng Xiaoping tipidagi islohotchi, shundaqla jahil kommunistligi sababli o'z navbatida yana qattiq qo'ldir degan edi. Amerikaning Xitoyga qanday siyosat qo'llanishi kerakligi haqida tinishlantirish siyosatidan hech farqi yo'q. Realistik bir chorani o'tirg'a qo'ygan bo'lib, mazmuni tovandikicha. Ushbu realistik chora badal va xavfni taqozo qiladi. Gerçi Amerika zarur tepilganda Xitoyga qo'pol muomala qilishni davomlashtirishi kerak bo'lsa-mu, ammo muvofiq paytda ularni mukofotlab qo'yishmi ham zarurdir. Shuningdek, Washington o'zining jonijon davlat manfaatini qo'g'dashda ching turish bilan bir vaqtda tijorat va kishilik huquqqa o'xshash manfaati nisbatan tuvan sohalarda Xitoyga yo'l qo'yishga tayyorlanishi kerak. Bexatarlik sohasida Amerika cho'qim Xitoyning harbiy jihatda zamonaviylashishi, cho'qim Amerikaga hujum qilishni maqsad qiladi. Shu sababli Amerikaning Tayvandagi jonijon manfaati zo'r xatar ichidadir deydigan ko'z qarashni cho'rib tashlash kerak. Amaliyotda ahvol bundaq emas. Shunga Washington Oral, ya'ni Tayvanga berdigan yordamga bo'libmi qurol yarog' setishga chek qo'yish kerak. Darvaqa, agar Amerika Xitoyning Tayvandagi manfaatining amaliyotda Amerikaninki bilan birdak ekanligini tunib yetsa va e'tirof qilsa, Tayvan masalasini hal qilish osonga to'xtaydi. Yerning bu tinishlantirish siyosati xatarlik, hatto urush portlatishga sabab bo'lishi mumkin. Bir Amerika amaldori manga Xitoy rahbarlik qatlamidagi ixtilofning yoshirin holatga o'tishi Amerika uchun yomonlikning bishoratidir degan edi.
Mölçürimizdeki xatалық farqi favqulodda zo'r degan edi u. Buningga Xitoydagi qattiq qo'llarning Amerikani eng xatarlik dushman deb qaraydiganligi qo'shilsa, demak biz avarchilikqa yo'liqdik. George W. Bush va Barack Obama davridagi Xitoyga moyil siyosatlar tufayli shakllangan madarachi siyosat o'rniki Wang Lijun yuz o'ragan taqdirda ta'minlashi mumkin bo'lgan uchurlar orqali Xitoy rahbarlik qatlamining ich yuzini ko'rib yetish fursatining qo'ldan ketishiga sabab bo'ldi. Obamaning zo'r xavfli josuslik harakatlari ikki davlatning munosabatini buzib qo'ydi degan andishi sababli Xitoydagi istixborot to'plash faoliyatlariga cheklim qo'yish sababli Amerikaning Xitoy haqidagi istixborot ko'rligi texmi ig'irlashdi. Shundaqla oldimizdami muhokama qilindig'inidek 2010-yili CIA'ning yangidan qabul qilingan 20dan ko'p josusi va uchur manbasi bu mazkur tashkilotning josuslik to'rining yadrosidir. Qo'lga elindi. Bu CIA'ning eng muhim istixborot nishonlaridan biri. Ya'ni Xitoy haqidagi istixborot to'plash iqtidoriga berilgan intayin ig'ir zarba edi. Boshilay va uning guruhi Beijingdagi qatmal rahbarlarning qalbiga hali ham qo'rqinch selayotgan yangicha kommunizmchi, umumchi, ya'ni populist hukumiga vakillik qilgan edi. Masalan, sobiq siyosiy byuro a'zosi Xitoyning navbatdagi muavin davlat raisi Wang Qishan 2017-yili Prezident Donald Trumpning sobiq bosh strategiychisi Steve Bannon bilan ko'rishganda Bannondan millatchilik va umumchilik haqida 3 soat to'xtamay savol so'rgan. Shaksizki, u Xitoydagi barg'ansir kuchayotgan millatchilik xohishining 2016-yili Donald Trumpning taxtga chiqishiga turtki bo'lgan puxrachilik to'lqinining kuch elib Xitoydami puxrachilik to'lqinining avj elishidan ansirgan edi. Amerika istixborot sohasidagilarning Boshilay vaqasi sababli oshkorlagan Xitoy rahbarlik qatlamidagi guruhvozliklardan bexabar qilishi ularning Xitoy haqidagi tunji qitimliq mag'lubiyat emas. 2008-yildagi mag'lubiyat zavodi degan kitobimda o'ttirg'i qo'yganimdek Xitoyga aloqador istixborot xizmatlari shu qadar nachar ishlanganki, sirtdagi o'tdigar shirkat tarafidan tayyorlangan ma'lum bir dokladda ko'rsatilganidek, Amerika istixborot organlari Xitoyning bir yurish harbiy taraqqiyotlaridan bexabar qolgan. Bu yerda deyilgan doklad Sintra texnologiyasi deydigan bir shirkat tarafidan tayyorlangan bo'lib, 2005-yili ichki qismida tarqitilgandan tortib maxfiy hujjat qatorida saqlanmoqda. Mazkur dokladda ko'rsatilishicha, Amerika istixborot tahlilchilari 1990-yillardan 2000-yillarning 5-gacha bo'lgan 10 yilcha vaqtda Xitoyning 10 dan ko'proq harbiy taraqqiyotidan bexabar qolgan. Amerika istixborot doiralari bexabar qolgan. Shundaqli keyin ularni hangtang qoldirgan bu harbiy sistemalar yangi tipdagi o'ttir musofirlik chorlig'uchi sinarat Amerikaning Aegis urush sistemasining mazkur texnikani o'g'irlash orqali vujudga chiqarilgan Xitoycha nusxasi. Surati internetda paydo bo'lganga qadar Amerika istixborot doiralariga bilinmagan yuan darajalik suv osti parxodi, yangi tipdagi yer, havo boshqariladigan bomba va to'g'riliq nisbati texim yuqori bo'lgan yadro o'qbeshi qatorliqlarni o'z ichiga olgan yuksak o'g'irliqda yetaklanadigan qurol yaroqlar Amerikaning dengiz okeandagi urush parxodlari va avia matqillariga hujum qilish iqtidoriga ega parxodga qarshi boshqariladigan bomba va Rossiyadan import qilingan ilg'or qurollarni o'z ichiga oladi.
Bu doklad Amerika istihbarat dairələrini Xitayni tegishlik ravishda nazorat qilmaganlik mas'uliyatidan qutuldirish uchun tayyorlanganda qiladi. Mazkur shirkatning dokladidan ilgari hech kim ularni Xitoyning mo'yim harbiy taraqqiyotlaridan, shundaqla bu tirishchanliklarning yolg'iz Tayvanni yutib olish uchun emas, balki Amerika bilan qiladigan kelgisi urush uchun ekanligidan bexabar qolganligi sababli so'roq tortishga urinib boqmagan edi. Bu dokladni o'qigan bir istihbarat xodimi menga mazkur dokladda Amerika istihbarat sohasidagi Xitoyni tahdid deb qaraydigan o'qituvchi tahlilchilarning tirishchanliklari tilga ilinmagan degan edi. Mazkur dokladning usuli hamoqat Amerika hukumati rahbarlari va siyosat belgilguvchilarining 30 yildan ko'proq vaqtdan buyanqi Xitoy haqidagi o'pchi tafakkurni oshkorlaganligidir. Sintra shirkatining dokladida Amerika istihbarat doiralarining mag'lubiyati oshkorlanishidan 5 yil ilgari Amerika Davlat Majlisi CIAga Xitoyga aloqador xizmatlarga qaytadan qarab chiqish haqida besim ishlatgan edi. Sobiq armiya generali John Telleli boshchiligidagi bir komitet tahlilchilarining sistemalik bir taraflamalik tufayli Xitoyning harbiy hozirliklarining va boshqa faoliyatlarining tahdidini tuvan mo'ljarlab qo'yganligini yakunlab chiqqan edi. Mazkur komitetga sirtdan qatnashgan bir mutaxassis menga oxirgi dokladda CIAning Xitoy haqidagi istihbarotlarni siyosiylashtirib etmaganligining, ya'ni atalmış yaxshi munosabatni saqlash uchun Xitoyning xatarlik ish faoliyatlarini ko'rmasga solganligining oshkorlanganligini va CIAning buningdan to'liq g'azablanib bir parcha raddiyanoma tayyorlaganligini aytgan edi. Buningdan sirt bu xabar jamoatchilikka oshkorlanib ketsa, CIAning o'sal ahvolda qolganligi nazarda tutilib, bu haqdagi doklad eng yuqori darajada maxfiy hujjat qilib o'tilgan edi. Arqama-arqa vazifaga o'ltirgan Amerika prezidentlarining Xitoy Kompartiyasining tahdidining barg'ansir kuchayotganligini jamoatchilikka oshkorlamasligi Xitoyning Amerika bexatarligiga keltiradigan tahdidini texmo ig'irlashtirib etgan. Shundaqla nihoyatda aniq ko'rinib turgan reallik shuki, Xitoy tahdidi kuchaygan sari Amerikaning bu xil tahdidni yoshirish salmoqimi shuncha kuchaygan. Amerika sarxillari orasidagi Xitoyshunoslar Xitoy tahdidining mohiyatini, jumladan uning strategiyasini, siyosatini, shundaqla Xitoy Xalq Jumhuriyatining taktikasini va haqiqiy mohiyatini, g'arzini ig'ir darajada xato tushunib olganlik sababli Amerika davlat bexatarligini strategiyalik vayronchilikka duchor qildi. Natijada Amerikaga uning Xitoyga qarta halokatlik nabab siyosatlarni yo'lga qo'yishiga sababchi bo'lgan yolg'on nazariya va tahlillar ta'minlandi. Buning natijasida Amerika va uning ittifoqdoshlari strategik g'aflatda qoldida Xitoy Xalq Jumhuriyati navbatda dunyo miqyosida yo'lga qo'yayotgan siyosiy programmalarni to'sib olish uchun dal vaqtida yangi siyosatlarni o'tirg'a qo'yishdan ojiz keldi. Prezident Ronald Reagan hukumatidagi sobiq siyosat belgilaguvchi Konstantin Mengiz ilgari Xitoy dunyoning siyosiy va iqtisodiy tizginini qo'liga elish uchun maxfiy strategiyani ijro qilyotidi degan edi. Mengizning aytganidek, Jumhuriyatchi va demokrat Amerika hukumatlarining Xitoyga qaratgan siyosiy o'xshashlar xam xiyollar patqiga petib qolgan edi. Bu jihatda Xitoy ro'shak siyodeg'iga, ya'ni ro'shak siniqi siyodeg'i nusxalariga qarab kishining xarakterini tahlil qiladigan tajribaning ismi.
o'xshab qolgan bo'lib, Amerika mülki əməldarları və xüsusi akademiklar şu siya dağlarına qarapla özlərinin xata ideyalarini və siyasi ağmıçılıqlarını bazarga salgan idi. Neçə 10 yıldan beri, hətta mavzudun dəvirdəki zor qırğınçılıq və onundan keyinki dəvirdəmə Xitay tərəqqipərvər, ən qədirlik dövlət dəb qarılıb gəldi. Xitayda işik içirtilgəndən keyin, iqtisad həmmini bəlgiləydi, nəzriyyəçiləri və ularning ittifaqdaş çoğ şirkətləri Xitayni 1 milyarddan köprək iste'molchisi bor, pütməz tügəməz payda berdigan, həmmə intiladigan, güllanıyatqan bazar deb qarashdi. Taki Donald Trump o'tirg'i chiqqanga qadar bu ikkili ko'z qarash Xitoyga qartilgan tinchlandirish siyosati haqidagi bas munozirlarga yetakchilik qilib kelgan edi. Menigis o'zining 2005-yildagi Xitoy jug'ilnayotgan tahdid degan kitobida to'limi oldin ko'rarlik bilan Xitoyni hamkorlik so'yar va tinchlikparvar ko'sh deb o'ylab olganqila Xitoy undaq bo'lib qolmadi. Kelgusida ham undaq bo'lib qolmaydi degan edi. 1978-yili boshlangan islohot echivitishdan keyingi 40 yilda arqa-arqadan hökumətdəki siyasi vəzifələrə, istihbarat orqanlarına xizmətə qoyulğan, kölümü nisbətən kiçik və özara əlaqəsi zic bolğan Xitay mütəxəssislərinin, şundaqla universitetlərdən və aqıllar ambiridən tanlanğan xadimlərinin mutlaq köpçülüğü Amerika tarixidəki ən ağır çət əl və bexətərlik siyasi məğlubiyyətlərdən birini keltirib chiqardi. Bu 40 yil mobaynida Xitoyga bo'lgan asossiz umidvorlik Xitoyga qarta uzil-kesil mag'lubiyatlik siyosat yurgizishimizga sabab bo'ldi. Shundaqla bu siyosatning ta'sirida nurg'un mutaxassislar tarafidan 1930-yillarga qiyoslangan xatarlik bir davr vujudga chiqdi. Halbuki 1930-yillarda burnining uchini ko'rdigan diplomatlar va siyosat belgilgüchilar Amerika qo'shinlarini barg'ansir kuchayotgan Yapon imperialistlarining tahdidiga tayyorlik qilishdan to'sib qo'ygan. Hatto Yaponiya dushman taraf deb qaraldigan ustal usti jang o'yini o'ynashni cheklagan edi. Hakimiyet beshidagi sarxillar undaq qilish yo'q yadin Yaponiya tahdid paydo qilib qo'ydi deb turib olgan edi. Shuningdek, Beijing parastlar Xitoyni tinchlantirish uchun yana bir qaranchoq bas munozirasini ijod qilib chiqdi. Natijada bu Beijingga qarta Tiananmen maydonida qo'lida qurol yo'q, demokratiya talab qilgan o'quvchilarni qirg'in qilishdan tortib, Xitoyning Amerika qurol yaroq ambirdagi har bir yadro quroli haqidagi Amerika maxfiyatliklarini o'g'irlash va yadro o'q beshi loyihasi maxfiyatliklarini Pokistonga yetkazish orqali bu maxfiyatlikning dunyo miqyosida tarqalishini tezlatish jihatdagi ro'lig'ichi bo'lgan barliq qonunsiz qilmishlarni tilga elishdan saqlanadigan bir yurish siyosatlarning yo'lga qo'yishiga sabab bo'ldi. Növbətdə yana dünya 21-ci əsrdən ötüvatqan muşu paytda Amerika Xitay haqqidagi xata mölçeri səbəblik barğansır küçüyvatqan yeni, yəni 3-cü dünya urushi xavfiga duch kelməkdə. Çünki Xitay hərbi diplomatik iqtisadi kuchini öz ichiga olgan, o'zining ta'biridagi universal davlat kuchini shab chiqarmay sistemalik zo'raytiyotidu. Halbuki Xitoy rahbarlari Amerika siqib chiqarilgan demokratiyaga qarshi sotsialistik, kommunistik yangi dunyo tartibi o'rnatish uchun bu xil kuchni hozirlash zarur deb qaraydi. Aldımızda muhakeme qiladiganimizdek Xitoy bundaq qilish orqali Amerikaning eng qimmatlik aqliy mulklarining javhariga erishdi va uni o'zining harbiy ham savdo iqtidorini kuchaytirishga
ishlatdi. Hökumətning ichki teshidagi Beyjingga moyil kishilar Xitoy Xalq Jumhuriyatining mohiyatini nazardan saqit qilgan. Uni yadro quroliga ega hokim mutlaq davlat emas, odatdagi bir davlat deb qaraydigan qatmal ko'z qarash orqali atay Xitoyga yaqinchilik qilgan siyosiy jinoyatlarga ham sherikdir. Xitoyga bo'lgan bu asossiz qabohatlik umidvorlikning qaysi darajaga borganligi hamon bir kun oshkorlandi. 2015-yili Amerikaning barliq dushmanlariga tegidak tinchlandirish siyosati qo'llangan prezident Barak Obama Xitoyga moyil ko'z qarashlarini davomlashtirishga amalsiz qoldi. Hökumət xodimlari va hökumətga tava bo'lmagan mutaxassislardan shakllangan Xitoyga moyil to'plar izchil holda Xitoyning g'arzi va kuchi haqida bir taraflama va ozdurg'uchi mo'ljallarni o'tirg'a qo'yish orqali Amerikaning manfaatini qaqshatqich zarbaga uchratdi. Amaliyotda Xitoyga moyil bu yo'ldoshlar Xitoy Kompartiyasining Xitoyning tinch qad ko'tirishi degandek gaplarni yoki Xitoyning yo'shirin kengaymichilik harakatlariga aloqador boshqa qıpqızıl yalğançılıqlarni to'xtamay tarqitib turadi. Halbuki Xitoyning kazobligiga qilingan bu xil yordamlarning hammasi Amerikaning yoki ittifoqdoshlarining manfaatini ziyonga uchirtadi. Әмма Xitoyga moyil bu kishilar Xitoy hukumatining Nobel tinchlik mukofoti sohibi Liu Xiaoboni rak kasalini davolatqili qo'ymay, alam ichida o'lishiga majburlaganligi haqida sukut turib oladi. Yana shuningdek, Beijing Hong Kongdagi demokratik namoyishni bostirgandimi, ular yana sukut turib oladi. Halbuki Hong Kongliklar faqat Xitoydan bir davlatda ikki xil tuzum va'dasini ishga oshirishni demokratik Hong Kongning Xitoyning boshqa o'lkalariga o'xshash iskanchisiga ilib olmaslikni talab qilgan edi. Amerika hokimiyat qatlamidagi sarxillar orasidagi Xitoyning odamlari yana Xitoyning o'zidek bir dinsiz davlatdagi millionlagan e'tiqodchi ommani bostirish uchun har yili Rojdestvo bayramining oldida rasmiy emas cherkovlarni to'p turtish mashinasi bilan turtib etishga hech narsa demaydi. Xitoyparast sarxillar yana davlat bexatarlik idorasi, ya'ni NSA'ning boshliqining ta'biriga ko'ra tarixdagi eng zo'r bulangchilik Amerikaning uchur inqilovidagi eng ilg'or texniklarni sistemalik o'g'irlash qilmishiga qartamo sukut turib oladi. Bu Beijing parastlar guruhi yana Xitoyning g'arblik mablag' solg'uvchilarning pullarini qo'yib olib, Amerikaning shirkatlarini vayron qilishga va o'tkazib olishga uringanligini ko'rmasga soladi. Xitoyning bu odamlari faqat Xitoydan pul topa olasizlar, Beijingga xohlagancha bora olasizlar va kompartiyaga do'stona bo'lmagan chekit urilganlar qatoriga kirgizilib, Xitoyda qarshi ilinmaydigan bo'lib qolmasizlar. Texmi yomini Xitoyga oshkor dushman bo'lib qolmasizlar, boshqa hech narsaga parvo qilmaydi. Amerikaning Xitoyga qaratgan mag'lubiyatlik siyosati haqidagi Xitoy fantaziyasi degan kitobning avtori Jimman Xitoy bilan cheklimisiz kelishib o'tish talpinilgan oq ko'ngillik Xitoyning maydonga chiqishiga turtki bo'la olmaydi degan tushunchaga bo'lgan tunishining kuchayotganligi deb qarashga bo'ladigan Xitoyga qartilgan siyosat o'zgarishini o'rinliq deb qaraydi. Xitoydagi ishlar tadrijiy yaxshi bo'lib ketadi degan faraz Xitoyga qarta nabab siyosat o'zgarishiga sabab bo'ldi. Bu xil faraz o'z navbatida yana Amerika amaldorlarini rohatlanib, ularni diqqatini boshqa ehtimolliklar, ya'ni Xitoyning hozirgidan bakrak qattiq kontrol qilinadigan mavjud xalqaro tartibga singib kirishiga, texmi qiziqmaydigan bir davlatga aylanishi mumkinchiligi haqida plan tuzishga markazlashtirishdan to'sib qoldi, deydi men.
Donald Trump hökumətində Xitayğa qartılğan siyasət ciddi rəvişdə özgərdi. 2018 yılı yazğı kəlgəndə Sipayi Xitay siyasəti təl töküz inovatını yoxtub, ilgiri bu xil siyasətini yaqlaydıqanlarmı onu özgərtməkçi bolışdı. Colorado'da ötküzülgən siyasi sahədəki sərxillərinin ən mühim yığılışlarından biri bolğan yıllık Aspen bexatarlik munbiri məzgilida mən CIA'nın Xitay haqqındakı ən yuqur dərəcəlik təhlilçisi və Şərqi Asiya vəzifə mərkəzinin müdiri Michael Collinsqa Amerika istihbarat sahəsindəkilərinin Xitay haqqındakı uzundan buyan davamlaşıb gələn xata göz qarşı haqqında sual qoydum. Məxfiyyətlik səbəblik bu haqda bir narsa deyəlməyəm, dedi Collins. O, haqiqiy hikoya məxfi istihbarat mölçürünün içiga yoşurunğan deyiş arqılıq sualga cavab berishdən özünü tartdı. Collinsqa görə təhdidlik Xitayning baş götürüşü onun tədbirdəki Xitaylarning öz g'oyasini özlüksüz tərəqqi qıldırış metodunun məhsulu idi. Xitay chiqish nuqtasıdırlar. Amerika'nın dünyadaki yetekçi güçlük ornunu elişini oylaydı. Lekin biz 10-15 yıl ilgiri bundaq demeydik, dedi o. Obama hökuməti məzgildəki Dövlət Müdafiə Ministerliğinin istihbaratqa məsul sabiq muavin ministeri, şundaqla onundan ilgirmi hökumətlərdimi Dövlət Müdafiə Ministerliğida əməl tutqan Marcel Letter istihbarat dairələri təminləyən uçurlarının hər vaqt to'g'ri bo'lavermaydiganligini e'tirof qilib, "Mencha biz Xitoyning təhdidlik yoki andishlik taraflarini azroq kechikib his qilgandek qilamiz, lekin men bakli kechikdiq deb qaramayman", degan edi. İstihbarat dairələrinin Xitoyga aloqador xizmatlardagi nuqsonlarning ig'irligiga nisbatan bu ajoyib yuzaki gap edi. Collins Xitoyning Amerika yetakchiligidagi dunyoviy tartibga kirishining o'rniga Amerikaga qarshi Kompartiyaning hokimiyatini saqlab qolishni adoqqa maqsad qilgan yenik darajadagi urush qo'zg'aganligini e'tirof qildi. Bu biz Sovet bilan bo'lgan soğuq urushi mazgilida ko'rgan soğuq urushga o'xshamaydigan, ammo uqum jihatdan haqiqiy soğuq urushdir. Bu Xitoy qurolliq to'qinishiga murojaat qilmasdan qonunliq, qonunsiz, oshkora, yoshirin, iqtisodiy, harbiy butun kuchini ishga solib, raqibi, ya'ni Amerikaning kuchini o'znikidan to'van saviyaga tushirishga urinayotgan bir davlatdir, dedi u. CIA'ning tahlilchisining bu so'zlari Xitoy tahdid emas, mazhabidagi Paul Hir va Dennis Wilderga o'xshash tahlilchilarning so'zlariga tubdan zid edi. Trumpga nisbatan Xitoy tahdidi asosligi iqtisodiy jihatdan bo'lib, u Amerikaning davlat bexatarligini bevosita Amerikaning iqtisodiy bexatarligiga bog'lab tushunadi. Trump vazifaga o'tirgan tunji kunila o'zining tinchlantirish siyosatiga qarshi prezident ekanligini namoyon qilgan bo'lib, uning Xitoyga qaratgan tadbirlari Amerikaning chet el siyosatlari jihatdagi eng ko'rinarli o'zgarishlardandir. U Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenning telefonini qabul qilib, ajoyib kuchli g'ulg'ul qo'zidi va Xitoyparastlarning ko'nglini yerim qildi. Shundaqla shu qitimqi telefon so'zlashish haqida uning bir chet el rahbari bilan qilingan normal suhbat ekanligini, hatto zarur tepilsa Amerika Xitoy munosabatiga yetakchilik qilib kelayotgan ham Beijingni birdan-bir qonunliq Xitoy hukumati deb tanib, Tayvan bilan mujmal siyosiy munosabatni saqlaydigan bir Xitoy siyosatini bekor qilishni o'ylashadiganligini aytib, g'ulg'ulini texmi kuchaytiribdi. Davomı var.